Ekran aldırki qadrli körmenler şundaqla Soda Çembirki programımızdan acır dostluğuna daxil buluş üçün ekran aldığa taq boğan suyumluk dostlar. Soda Çembirik programımızdan yeni san arqılı sizler bilan yüz görüşkenligimden intayin xoşalman. Men Soda Çembirik programımızın riyasetçisi Gülşen Mehmet Tursun. Şundaqla naq meydandaki barlıq az mehmanlarımızga bizning en qaltis yaşlarımızga salımımızı yollaymiz. Bugün japa tatıdığan bolduğunlar hammanglarga yeni bir qitim mehr muhabbetlik salamlar bo'lsin. Rahmat. Yana ekran aldırki qadrli körmenler Soda Çembiriki zadi qandaq programma. Bunu sizler bilib bolduğunlar. Yani Soda Çembirik programımızda biz karxanın medeniyeti, karxanın tunuşturuşunu asas qilish bilan birlikte en muhimi mana bu naq meydan kelgan bizning har qaysi şirkatning vakillari orqali, direktorlar orqali, qurg'uvchilar orqali, en muhimi CEO'lari orqali mana bu şirkat haqida tunushish bilan birlikte en muhimi yana bu yoshlarimizningki bir juridini sinab boqamiz. Naq maydonda o'rinlashtirilgan har xil o'yin orqali, ya'ni qiyinlik darajasi inson yuqori bo'lgan o'yinlarimiz orqali bu mahirlarimizni, qaltislarimizni, tirishchan yoshlarimizni sinaymiz. Balkim ekran oldiga ko'rmanlarimiz ko'rib, unchalik tas bo'lmasligi mumkin deb o'ylab qoladi. Undaq emas. Sal turib o'yinning fayzini ko'ramiz. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz mana mushu Soda Çembirik programmasi orqali ekran oldidagi ko'rmanlarimizga shundaqla karxanchilarimizga bir yaxshi tashviqot so'rini hozirlab berishni o'zimizning maqsadi, majburiyati, nishoni deb bilamiz. Bu san programmamizga qatnashgan aziz mehmonlarimizga yana bir qitim minnatdorligimni bildirish bilan birlikda hurmat to'rimizdan o'rin olgan bugungi aziz mehmonlarimizni tanishtirib bitaman. Unda bo'lsa diqqatinglar tanishtirishimda bo'lsin. Qani yani aldı bilan tunuşturduğumuz bolsa negizologiya ilmining barpochisi shundaqla iqtisod fanlari maslahatchisi Nurmehmet Malım, qarshi olamiz. Nurmehmet Malım, kelibsiz. Qaltis to'r cho'lponimiz shundaqla realizm psixik tadqiqotchisi Bambuk Malım, qarshi olamiz. Kelibsiz. Endi mening tunishtirmoqchi bo'lganim bugungi bizning programmamizning eng asosli mehmonlari desam bo'ladi. Ya'ni samimiyat va ishonchni o'ziga amro qilgan Meyboshi ter boshqarish markazining CEOsi Mayra xonim, qarshi olamiz. Mayra, kelibsiz. Meyboshi ter boshqarish markazining boshlig'i Mehray xonim, qarshi olamiz. Kelibsiz. Meyboshi ter boshqarish markazining muavin boshlig'i Gulchehra xonim, qarshi olamiz. Kelibsiz. Bundan başqa Meyboshi ter boshqarish markazining o'ng, so'l qanoti bo'lib atgan, undan boshqa kuch berib atgan, ajrini singdirib atgan, aqidasini berib atgan barliq xizmatchilar bizning tirishchan yoshlarimiz sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Xush kelibsizlar. Tarafimki mana intayin jangvora qaltis yoshlarimiz bugun ifodalarini ko'ramiz. Hozir mana shundoq o'zinglarga ishongan holda o'tiryapsizlar. Sal turib yana musha holtinglar qamamdi. Ko'rishga taqozo bo'lyapti. Men ifodanglarning yaxshi bo'lishiga tilakdoshlik bildiraman. Tirishayli ya. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, endi Soda Çembirik programmamizda o'rinlashtirgan o'yinlarni bir tunishtirib o'tay. Ya'ni bu san programmamizda biz 2 dan 3 kichik o'yin tayyorladik. Oldi bilan bizning tamomlaydigan o'yinimiz bo'lsa, mana ikki tarafdagi eng qaltis tirishchanlarimiz sahnaga chiqdi. Sahnaga chiqqandan keyin har biringlarning orasida tam bor. Shu tomdan sizlar ko'rmagan ahvol ostida bir narsani tutsizlar. Nimligini men bilmayman. Shu tutib olgan narsani qarshi tarafga yetkazib bersizlar. Lekin eng muhimi askartish, yagi tashlab o'tishga bo'lmaydi. Cho'qim qarshi tarafning quliga tutib berishimiz kerak. Agar mushu talab bo'yicha o'rindalmay qolsanglar, numurga erishamaysiz. Endi ikkinchi bosqichda tamomlaydigan o'yinimiz bo'lsa, sizlarning kollektivchanliginglarni, moslashish iqtidoringlarni sinaydigan bir o'yin. Sal turib bu o'yinni deb beraman. Endi bugungi mush o'yinlarimiz orqali eng muhimi sizlarning g'ayratinglarni, jasoratinglarni, irodanglarni sinaymiz. Bu jarayonda balkim qo'rqib qilishinglar mumkin, tantirab qilishinglar mumkin, jiddiylashib qilishinglar mumkin, lekin eng muhimi bir narsa esinglarda bo'lsin. Bugun sizlar Meyboshi ter boshqarish markazi uchun keldinglar. Shuning uchun sizlarda cho'qim bir kollektiv ruh bo'lish kerak. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar Meyboshi ter boshqarish markazi uchun shon sharafni qo'lga keltirishimiz kerak. Chunki hammanglarning tirishchanliginglarda hozir hammamiz bilyapmiz, Meyboshi ter boshqarish markazi Abdum rayonimizdagi har millat qarindoshlarimizning sağlamlık üçün, güzellik üçün xizmat qilyapti. Hozirgi ta'sir doirasi intayin kuchli.
keng tarqalyapti. Bugungi mush sahnada yana bir qitim o'zimizni ko'rsatib qo'yaylik. Bulamda qila olamiz, chatoq yo'q. Hamsa chovoq chilish orqali o'zinglarga bir madad berayotgan bo'lsanglar, xalqlar, qilishaylik. Yana bir eskartib qo'ydiganim 4 guruhga musobaqalashadi. Undan keyin qaysi guruhining ishbotisi eng yaxshi bo'lsa, ya'ni Meyboshi teri boshqarish markazining CEO'si boshliqlari maslahatlashib sizlarga, ya'ni shu yangan guruhiga mukofot berdi. Chempion guruhining kimga ta'lluq bo'lganligini biz hozir bilmaymiz. Shunga ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, davomli programmamizga diqqatingizni ag'dirgaysizlar. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganlar Saudi Chamberki programmasi. Mana bizning Xinjiang Meyboshi ter boshqarish markazidan kelgan qaltis tirishchanlarimizning ichidagi 4 guruhdagi mayirlar sahnada hozirlanib bo'ldi. Bu umaq singlim o'zining guruhiga Aqto'shqan deb ism qo'ydi. Endi buning bir hikoya bormi? Nim deb Aqto'shqan deb ism qo'ydi? Men buni to'g'ri bilmay ketdim. Nim deb Aqto'shqan deb qo'ydinglar? Chunki Aqrang bo'lganlik uchun shundaqmi? Shuning uchun Aqto'shqan deb qo'ydinglar, shundaqmi? Ha, bu Aqto'shqanlar ansa. Aqto'shqanlar boshlab ketdik. Samimiy askartish. Tashlab o'tishga bo'lmaydi. Cho'qim qarshi tarafning qo'liga tutqizish kerak. Eng oxirgi mohirimiz chilakka tashlagan vaqtda tamamlandı. Bulamda başlap ketdik. Qani bizning noma'lum mehmonimiz sahnimizga marhamat. Qani to'g'ri. To'xta. Bunda bir ko'ralim. Oye. Ishtirok qatnashganlarga men bek Uy, qo'rqmaydan sizlarga to'xta. Ha, yaxshi. Qattiq qo'rqmay qarang umoqligini. Buni anam. Diqqat qiling. Qo'lingizni ishlamsizlar. Maqqa. Qo'ychi, nimnas? Qo'lingizni ishlamali. Qo'lingizni ishlam. Voy, be qo'rqmaydan sizlarga. Mana. Yaxshi, Aqto'shqanlar mana intayin suratdilar. Birinchi bosqichdagi o'yinimizni tamomlab bo'ldi-ya. Hissiyotlarni anglab boqaylik-ya. Qanara? Baş tutgan vaqtda qo'rqmadim. Sizlar yaxshi tayyorlik qilib kelibsizlar. Qarag'ancha mashqqa o'xshaysizlar. Shu liderlaringlar, teri boshqarish markazinglar hamma narsa aka bilib, men tutib boqaman. Mana chiqish mumkin programmaga. Nima timsoqlarni ekanmigan bo'g'iydi? Yo'q. Keyingi guruhdagilarning ta'lim bunda o'ngdan kelib ketishini doim qaranglar. Va xo'shib ketmasin ular. Biz asallar bir taraf qildan o'xshaymiz deb. Qilmash qilibsiz-a? Raska qiling. Yo'q. Raska qiling. Rasman chiqimidinglar shundaqmi? Yo'q, mashqim. Faqat programmani ko'rib, azroq ham ideya jihatdan tayyorlik bo'ldi, shundaqmi? Sizchi Buni o'ylaganim taqqilar chiqardi kerak o'ylagandim. Paqlama. Bulunda sen bir qidim paqlan chiqib beraylik, chatoq yo'q. Qanaqa Shu qiling? o'ylaganimdek bek qo'rqinchli emasga. Istaydim. Qo'qab ketmadingiz-a? Ha. Men shu bek qo'rqib ketmayman, chashqandim. Choshqondan qo'rqmaydi ekansizlar, o'radiki bu qo'rqmaslik nerdan kelgandi? Ay, yov chashqan emaskan. Nim dedim men yov chashqan tepinglar, qo'rqinchliroq chashqan tepinglarsam o'nimaydi. Bu qitim yana bir qitim qatnashgan vaqtlarda yov chashqan kelaylik bulamda. Shpodalar shunday yaxshi bo'ldi. Endi balkim programmaga chiqish jarayonida eng muhimi sizlar ideya jihatdan men boya degandekchi Raurus yaxshi tayyorlik qilibsizlar psixik jihatdan. Ay qanday bo'lsa voy bo'ldi, appni tashlab qo'ysak bo'ladi ekan-ku deb. Shunday bo'lib qoldimi? Ha? Yo'q. Yo'q, to'g'ri ha. Qo'lim bosh teganda shu asliq bilindi shunga. Rahmat sizlarga, shpodalar yaxshi bo'ldi. Keyingi bosqichlarda tezroq tirishinglar qizlar. Birinchi guruhdagi mayirlarimizning shpoti haqiqatan yaxshi bo'ldi. Biz shu Saudi Chamberki programmasi orqali ko'rmanlarning chashqandan qo'rqaydigan psixikasini o'zgartiradigan o'xshaymiz. Shundaqku, men bek hayron qoldim bo'pti. Bu bir o'zgarish, bu bir ilgirlash deb o'ylayman. Endi Meyboshi ter boshqarish markazining boshlig'i Mehray xonim bu mahirlarning oldingi guruhidagi, ya'ni Aqto'shqan
gruppasidagi şeylarning ifodasiga qanday qaraydi ekan? Shu Aqtoshqon guruhimizdagi 3 a'zoyimizdan men ta'sirlandim. Amaliyotda endi 3 qiz ninki birisi mening yordamchim. Qolgan ikkisi bizning muallimlar. Yoshi eng kichik. Men eng ansirgan gruppam mushti, shu 4-chi guruh qilib qo'ysam, 1-chi guruh bo'lib chiqdi. Ro'yonlardan ta'sirlandim. Rahmat. Rahmat Mehray muallim. Mehray xonim hamda siz ham nemishqa mushundaq bir teri boshqurish markazini qurib qilishni o'ylagandingiz? O'zimning arzusini amalga oshirish yo'lida tirishib hozirgi mush meyboshi guanli jongxinni qurdim. O'zim birinchidan o'zim go'zallik bak intilaman. O'tir maktab kirgan vaqtimda mush qizlarning chiroyliligini qarab bak havas qildim. Bak chiroyli, men bak chiroyli ko'rindim. O'zim bak güzellik intilme. Her millet qarindoshlarımızdan güzellik üçün, sağlamlık üçün haqiqiy bir ish qilay degan maqsadda mana mush kasbga atlanibsiz. Men ismga bak diqqat qilma. Meyboshi teri boshqurish markazi ham teri asrash markazi desak bo'ladi. Nemishqa teri boshqurish markazi bo'lib qoldi. Ham sizlarningki teri boshqurish markazining, ya'ni Meyboshi teri boshqurish markazidan boshqa teri asrash markazlari bilan qanday farqi bor? Bizning Meyboshi teri boshqurish markazligimiz hamda davlat tilida esa Meyboshi pifu guanli jongxin deymiz. Adatda bizningki o'quvchilarimiz Meyrongyan. Lekin pifu guanli jongxin degan hozir shu taraqqiy qilgan Shanghai, Shenzhen, Beijing degan shaharlarda shu pifu guanli jongxin degan yangi iqim 2019-yil kirdi. Bu burunqi hamda yilqi Meyrongyan bilan farqlangan yeri Meyrongyan bilan Jingxinyanning farqlangan yeri birisi operatsiya qiladi, yana birisi tiq tekkizmay, qo'l orqali go'zallik yetkazadi. Lekin endi hozir davlatimizning taraqqiy qilishi asoslanib bu qo'l bilan qilsa, bu yilqi asosliq bir tegidan davolash maqsadiga yetkazib bo'lmaydi ekan. Chunki operatsiya bilan bo'lish yo'lida bo'lg'achiq, shu operatsiya qo'l bilan maqsadiga yetkazib bo'lmaganlarni operatsiya qilish to'g'ri keldi ekan. Shunga endi mush pifu guanli jongxinda ishkirda qurilibdi. Men shundoq o'rganish asosida his qildim. Naydi fan texnikalik usullar bilan, naydi ilg'or asboblar bilan bizmi operatsiya qilmay turib, mushu xonimlarimizga anakin mushu teri asrash ayollarga emas, erlarga xos kelgan bir mushtam markazni qurib chiqdik. Bizningki pifu guanli jongxin Xinjiang kirgan birinchi markaz. Shu maqsadda hamma Xinjiang ommasiga shu bizningki taraqqiy qilgan texnikalarimizni akirib o'zimizga bir qimmat yaratish. Rahmat, ona bo'lsa boshqa mehmonlar bilan sal turib yana davomliq mo'ngdishimiz, sirdishimiz. Endi ikkinchi guruhdagi mahirlar qiri. Marhamat. Boshlab ketdik. Hamsa ikkinchi guruhdagi mahirlarimiz bu taqib bo'ldi. Ikkinchi guruhdagi mahirlarimizning, ya'ni guruhining ismi bo'lsa Tulparlar guruhi. Mana ajoyib ismlar chiqib qotdi. Mana ismlarga tushliq natijalarning yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Amsa, qani noma'lum mehmonimiz saytimizga marhamat. Dang 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 dang. Dang 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 dang. Men mana shunday bir qarab boqay. Shunday. Oyey. Nimadan ang qo'rqaysiz? Chashqan o'tib ketdi, ham chashqandan qo'rqmayman. Chashqandan qo'rqamsiz? Chashqandan Yo'q, chashqanchimi, odat chashqan. Ha. Chashqandan qasichi? Chashqandan qasi. Opamdan qo'rqmaydi. Chaqchaqa hurmatlaymiz, qo'rqash emas, amaliyotda u yuksak darajadagi hurmatni bildirdi. Amsa boshlab ketdik. Ismini davasak bo'lmaydi? Ha. Qo'y, o'g'il. Ha, ichidimi? Oyey. O'ynimbo. O'ynimbo. İyi milik birim kupa. Oycan. Oyey. To'xtam. Yılanmıdı? Terg'iz tutma. Ha, tulparlar qani ya. Hech kutaylikmi? Voy bu orliq. Voy bu qani bu? Voy bu chiqmaydi-ku, chiqa addash. Ha. Voy tutu. Oyey. Nemişe? Şingchenday şeylik kelyapti. Voy, to'xta,
Nimada qildi? Bilamadim men. Beching tutib becharaning jini chiqib ketmasin endi. Tulparlar gruppasının uçması yaxşı oldu ya. Qani niye indim ki nangla? Ha. Aslınlarga kavatamsizlar ya. Azraq. İsmingiz? Ham Shaymurat. Shaymurat. Ayşemgül. Ha, qanaroq hozir hissiyotlarni olay. Hamdi paqidan qo'rqaydigan olib qoldim. Ha. Men qo'rqib ketdim. Bulib sizga borgan chog'dam shu. Nimishlar yuz berib ketdi. Men taxi kichik hasharotniki debdim. Odamga qarsam Ha, uning boshqa suvni chiqyapti. ha, suvni jiq ish kuzatgan o'xshaydi paqiga. Men kelinni bek siqib qo'yatdim-ku. Ha, ironli qatga. Shu hamda uni qanday harakatdan shug'ullanadi desak bo'ladi. Shu kelin siqib munda turib qo'ydi. Siz shu qanday yandingiz qo'rqinishingizni? Shu agar men tashlab etsam biz mag'lub bo'lamiz shu. Chidab. Chidibdaydi. Eplamchilik sevsam bo'ldi deb. Bo'ldi, mush vazifani tamomlasam ham bo'ldi degan asbada. Ha. Paqidan qo'rqamdinglar. Ya men qo'rqmayman. Mazam Hozir qo'rqaydigan olib qoldim, u paqani ko'rib. Kelin bek siqib qo'yatdimmi? Rasmi mushunda. Sanmiting deblam. Milish bilan chiqqan. Lekin chashqan chiqmay qoldi ya, shon qo'rqmay ketdingiz. Lekin men ikki qiz amrayingiz balkim qo'rqan bo'lishi mumkin bular. Boya yig'layotgan deb qoldingiz a? Ben qo'rqib ketdim. Tunji qitim bo'lgandiki. To'g'ri, ha. Hasharotlarga bir yiqib bo'lmagan odatda. Lekin yandingizda o'zingizni sizchu Men asli paqidan qo'rqitgan. qo'rqamdingiz. Bugun qanday ruh sizni qo'rqmaydigan qilatdi. Yengilib qolmayman. Yanılıb qalmaylı da bə. Çünki kollektiv üçün gəldik. Meyboşu ter başquruş mərkəzi üçün gəldik. Çoxu biz özümüzünki qorxsaqmı, şu qorxunuşumuzu yengib ən axırqı mənzilə yetişimiz kerak deyə oyladınlar da. Yaraysizlar, rəhmət sizlərə, rəhmət. Təşəkkür edirəm bolsa, rəhmət. Mayra ikinci qrupa yeni tulparlar qrupsunun işbazxanaraq bo'ldi sizdancha. Beşida ko'rganda bizning xizmatdoshlarimizning ifodasini ko'rib ozroq gumon qilgandim. Keyindan ashu birinchidan oxirigacha, beshidan oxirigacha tutib chilak tashlaganligini ko'rib ham ta'sirlandim. Eng keyindagi ashu bizning xizmatdoshlarimizning javobini anglab texmi ta'sirlandim. Ashu mag'lub bo'lmaslik uchun tirishib qo'rqsaqmi, ashu qo'rqinchligimizni yengib, vazifamizni tamomladik degan gapini anglab haqiqatan ta'sirlandim. Shu rahmat aytaman. Men haqiqatan ta'sirlandim. Bugun shaxsiy o'zim ham o'ylab qolmadi-da, kollektiv ruh haqiqatan kuchlikan bak suyundik. Endi siz mushu Meyboshi ter boshqurish markazining CEO'si bo'lish sifatingiz bilan endi biz odatda tijoratda kirimga bak diqqat qilamiz, shundaq-ku chiqimni bak o'ylashib ketmaymiz. Endi mushning qandoq qarshimiz kerak? Mush haqda so'zlab berganda bo'lsa biz pulni ko'z oldimizga kelmizda bu yerda vaqt chiqimi bo'ldi-ki, odam kuchi chiqimi bo'ldi-ki, undan boshqa boya degandek pul boshqurishda diqqat qilsak, nurg'unligan chiqimlarni tejigili bo'ladi. Bu jihatga bilimimiz muhravurus açtı. Rahmat. Endi 3-guruhdagi Mayirlarni taklif qilamiz. Qani 3-guruhdagi Mayirlar sekrimizga marhamat. Ko'rayotganlar Soda Chamberki programmasi endi navbat 3-guruhdagi mahirlarimiz keldi. 3-guruhdagi bu umaq singillarimiz o'zining guruhiga Oybiliq deb ism qo'yibdi. Nima Oybiliq deb ism qo'ydinglar? Biz 3 yilimiz qizol bo'lgan keyin bizni cho'nglar Oy deb chaqirib qo'ydik. Shuningga 3 yilimiz biliq chiqdi deb o'ylagandik-chu. Shuning bilan ikkisini qo'shib Oy biliq deb qo'yib. Agar mushuk chiqishini xohlasanglar Oy mushuk deb qo'yib olasizlar, shundaqmi? Oy biliqlar. Biliq chiqish ehtimolligi bek tuvan lekin. Biliqdan qo'rqamdik. Uyda biliqlarni qo'rib yeymiz-ku. O'zimiz bir taraf qiliblar. Bo'pti, arzu armon bo'lish kerak. Gerçi amalga oshsin, oshmasin, ko'nglimizda mushundaq go'zal g'oyalar bo'lish kerak. G'oyaning amalga ishi ta'siraydi-ku. Keyin bo'pti. Nim chiqib qolar sizningcha? Oy biliqlarga. Jilon chiqqanki. Jilon. Qani unda bo'lsa, noma'lum mehmonimiz marhamat. Jilonmi?
va yoki beliqmi va yoki nimadu Özüm Burada hocam. bir kör olaycı. Siz kömeyi durun. Ay beliqlar. Oyey. Bek bir aram bu gitim ben sadece mi? Çıkıp riyasetçi boğunumdan hoş almış programıga. Mayır bu katnaşmağınımda mı inday hoş al. Başladık amsa ay beliqlar. Qani sizlarning arzu armanlarınla amalga oshadi. Ha. Qo'lingizga. Ha, silang. İşte qo'rqmang. Silang. Pastga. Ha, voy qattiq qo'rqmang. Ha, Ko'ramidim. ha. Bundan da qısmaz ben qo'rqaman. Midrasini qo'rqib ketib boramsiz. Men ko'rib lalaychi. Ha, mayli. Ha, bo'pti. Medet bersin deydi. Ha, g'ayrat qiling deb medet berdi ya. Bundan bir tal alam demem. Ya chiq olsiz. Chiq, ha, o'ylanglar, nimligini deb bermaymiz, chiq, ha. Ha, Ay beliqlar sizlar bormi? ha, qani. Vaycan. Voy, to'xta. Ha, qo'lingizni tushib ketmasin, ha. Voy pek tishlaydi bu. Ha, qarshi tarafga andi. Ha, Biraz tükesem olmam da. bo'lmaydi. Ama ben azırak olay. Yo'q, ozorsa bo'lmaydi. Ha, qani undasa. Sanavatidu hozir. Qancha tal bersam bo'ladi, pa? Ikkinchi To'xtang, may. ha. Yo'q, bo'ldi endi. To'xtang, yo'q, bo'ldi. Ikkinchi. Qani. Ha, Qani ma'qul. ay biliq, yaxshi. To'xta. Amiz tushsin ha. Hamma tushsin. Ha, Ko'zim kam qolsin. Yechkedimsin. Yaxshi narsalar kam qolmaydi. Ha. Qarmaylam. Ha. Qurut. Chavak. Qani ay biliqlar. Yenim kilinglar. Gerçi ay biliqlarning arzu armin amalga oshmagan bo'lsa-mu, biliq chiqmagan bo'lsa-mu, bugun faqat qo'rqmadinglar-ku bugun. Qo'rqdik. Ha, chandurmadinglar shundaqmi? Ha. Ismingiz? Dilmira. Dilmira. Qo'rqmadingiz? Ya, qo'rqdik. Ha. Lekin endi biz bir kollektiv bo'lgan ekan. Biz odatda mo'yliq bizning markazda bizningki shu yong'onlarga chuqumlar kollektiv birinchi. U o'zinglarningki o'zimizning manfaatini qat'iy o'ylashmaymiz. Shuning hammamiz misha o'taga hammamiz shu meboshi deblar. Shu o'mshiga chanti deb chiqdik. Shuning uchun G'ayrat qildik. Ha, shuning bilan. Xo'p, bir choy yuraylik. Haqiqatan ta'sirlanganlar. Nurjamol, ha. Siznikini anglab baqaylik Nurjamol. Siz shu qarmaylam tutiblam qarshi tarafga ketkizdingiz-da. Ha, bo'pti. Bumi, yaxshi usulga ish qilib, mayli qaysi usulni qo'llanishdan qat'iy nazar eng oxirgi natijaga yetish muhimi shu, shundaqmi? Ha. Sizmi tashlab qo'ygandan keyin bildingizmi nimani? Ha. Alqat qo'rqqanmi qo'sh ko'rinib turgan gap bor-ku. Ha, to'g'ri. Shunga baribir qo'rqsaqmi tutamiz, qo'rqmasaqmi tutamiz. Ha. Nimadan eng qo'rqaydingiz? Men odatda shu obek toshbaqidan qo'rqdim. Ben yo'g'on keldim. Sizlar chiqsa bo'pti-ku toshbaqini. Tulparlar chiqarib qo'yib, sizlar kas bo'pti-ku. Yana bir haqiqatan qatnashib qolsanglar, nima chiqishini umid qilsizlar. O'zingizlarga bir jang e'lon qilib baqaylik deb o'ylab baqdinglarmi? Ha, ay biliqlar. Chayon. Choy. Mana chayon. Yılan. Toshqan. Bo'ldi. Biz sizlarning arzu armonlaringlarni amalga oshirib beramiz. Hamsa diqqat qilib turinglar. Yana sal turib yangi narsalar chiqqanchada aytin deyman, ay biliqlar maydonga tushsinlar. Ha, ayt deyman, uy deb paydo bo'lsinlar. Ay biliqlar uchun bir chavaklar kessin hamsa. Yaxshi. Rahmat ay biliqlar. Gulchehra, ay biliqlarning mushbasi yaxshi bo'ldi-ya. Bo'libmi sizlarning xizmatchinglar pek umaq qismlarni qo'yibdi-da. Ay biliq, tulpar, aqtoshqan. Sim qo'yishqa bek Fayzu aka. İfadesi yaxshi bo'ldi-ya. Bizning ay biliqlarning ifodasi nihoyatda yaxshi bo'ldi. Biz endi repetitsiya desakmi bo'lmaydi. Ideya jihatdan bir yaxshi tayyorlik qilganchu. Men mushundaq Soda Chamberga programmasiga chiqamiz. Biz Soda Chamberga programmasiga chiqish orqali
美博士皮肤管理中心的namoyanda qilamiz, tashviqot qilamiz, ham o'zimizni ifodalaymiz. Shunga sizlar aytda mayli qandal bo'lib ketsanglar, o'zinglarni unutib, mushu Meyboshi degan ismni esinglar tutsanglar bo'ladi deb qo'ygandim. Shundan ta'sirlandim, har bir xizmatchilarimiz, bizning kasbdoshlarimiz mushuni esida ching saqlab tur. Chunki mushal o'zini unutib, o'zini faqat mushu Meyboshining deb hesaplab kelganligi uchun shunda g'ayrat qildim. Mushu birinchi guruh bo'lg'imi bak ishonchim yo'qdi-ku. Bak ojiz qizlardi bu. Bak nozik. Bir-birisi nozik qizlardi. Shunda hammasi oxirgacha g'alaba qilish uchun tirishdi. Sizlardan xush bo'ldim, yaraysizlar. Haqiqatan hammamiz sizlardan rozi bo'ldik, xush bo'ldik, faxrlandik. Ko'chaklar, endi siz nima ish qildi? Mushu xizmatga yurish qilib qoldingiz. Siz hozir Meyboshi teri boshqarish markazidan mas'ul bo'lish sifatingiz bilan nima ish qilmish kasbni qilay deb qoldingiz? Birinchilab qimmat yaratish. Men o'zimning yaxshi ko'rib qolgan 4 yil kasbimni tashlab yangidan mushu Meyboshiga yuzlandim. Bizning lider bo'lsa mening hadam. Biz Mehray lider bilan bizning mayradimiz ikkisi bir qo'saq qarindosh. Voy mana men bo'lsam navr qarindosh degandek. Shunga biz burundali munosabatimiz bak yaxshi-ku. Bir-birimizning alayligini bak yaxshi ko'z tutgan. Shu bizning Mehray liderimiz mening alayligimni bak ko'z tutdimi? Shu bilan mushak chiqqan bo'lsang deganda anan keyin men Meyboshini tushundim. Anan keyin o'zimmi mushu go'zallik intilaman, go'zallikni yoqtiraman. Hamda har bir qizlar shuga go'zallikni yoqtiramiz. Men mushu Meyboshi ter asrash, ter boshqarish markazida maxsus tashviqot ishini tutaman. Chunki hozir biz zamonga yurishdik. Hamma narsa zamonaviylashib ketdi. Anan keyin yoshlarimiz mushu turmush ritmimizning tezlishiga ergashib, bizning turmushimiz bo'lsin, xizmatimiz bo'lsin, nihoyat zamonaviy ham tezlashib ketdi-ku ritm. Meyboshi bizning yangi qurilgan bir marka, yangi qurilgan bir shirkat. Biz qurilg'ili 1 oy bo'ldi. Biz 2021-yil 6-oyning 6-kuni rasmiy tijoratni boshladik. Uning oldida xizmatchilarni yoki bizning shu ma'lumotlarni taklif qilish orqali o'zimizni gavdalantirib olgan, mukammal qilib olgandan keyin tijoratimizni boshladik. Chunki telefon asosli biz do'yinni ko'ra olamiz yoki do'stlar chamberkini ko'ra olamiz. To'g'ri. Shu orqali texmo tez suratda, texmo qulaylik bo'lgan usulda tashviqotimizni yaxshi qilaylik deb maxsus mushu xizmatni ataydan tutdik. Şu an mushu soda chamberkiga chiqish orqali biz o'zimizni tanitish. Bizning hozir 1 oyning natijasida biz asli birinchi qadam bo'lgandan 1 oyda shvan o'ylagandik. Lekin bu bizning o'ylaganimizdan necha hassa eshib ketdi. Shunga biz soda chamberkini nihoyatda ko'z tutib soda chamberki hozir eng oldi bo'layotgan programmalarimizning birisi. Şu an mushu soda chamberki orqali mushu Meyboshi ter asrash, teri boshqarish markazimizni texmo yaxshi gavdalantirish, tanishtirish. Rahmat, Gulchehra. Bak yaxshi so'zlab berdingiz. Kasbiy bo'lgan ter boshqarish markazi maxfiy qolmasligi kerak. Eng muhimi sizlardek ajoyib yaxshi o'qigan, tarbiya ko'rgan, eng iqtidorli rahbarlardan tashkillangan mushundaq bir qobil teri boshqarish markazi hargiz maxfiy qolmasligi kerak. Chunki sizlarda hammaning eng yaxshisi bor ekan. Rahmat. Sizlarga endi 4-guruhdagi mahirlarimizni taklif qilamiz. Qani, ko'rayotganlar Soda Chamberki programmasi endi 4-guruhdagi mahirlarimiz taqib bo'ldi. Mana bu mahirlar o'ziga uchar chashqan. Shundaq-ku, qo'rqib ketdim, tantirab bordi, qo'l deganda to'xtamay midirildi. Jiddiylashyapsiz-a? Vekshi. Qarashqimi ketinamayotdi. Men qaraman. Yo'q, qaramayman. Oltin bir qarayotding, men yo'q. Yo'q. Hozirda ishni yoshga ketdi. Unda qilaylik. Hozir chiqdi. Ha. Lekin men qaraman. Ekranga ko'rmaysiz. Ha bir etitayli. Oy chiqmaydi. Titrayapsan, hayajon qolmaydi. Ishlanmaydi. Akalar qo'lingizni bir ching tutib olay. Ha. Ishlanmaydi. Ismingiz? Tursunay. Tursunay. Tursunay bek qo'rqaydigan sizda. Vekshima nimadan qo'rqaydingiz? Hamma nimadan ha? Ko'rib olaylik, qurgan chiroyliqligingiz nima? Ekran oldidagi yigitlar ko'miz bo'lmaydi. Qara xijilib ketdi. Ha, agar baq qo'rqib ketsangiz bo'ldimi ya?
Allah qaravatdı, liderlar qaravatdı. Acamdın, qaysi acam? Mikray. Yuanjangma. Ham tuqqan kelamsizlar? Ya, qonaqa mesela. Adgin. Bir yerlik. Bir yerlik shundaqmi? Agar voz kechib qolsangiz, xafa bo'lib ketami? Tillab ketami? Hey, Husnay deb. Yanda qilmaydi. Qilmaydi, lekin ham bu Xaplaydi. Xaplaydi. Ranjib qilish mumkin deb o'ylaysiz. Voz kechamiz, kechmamsiz? Ko'rib boqayman deyman. Agar men qo'lqaydan so'p qolsa voz kechamsiz? Tirish baqaylik bulamda. Tirsna ya men bor. Ha, men kuch berma, madad berma. Bulamda tirish baqaylik ya. Ha, uchar chashqanda. Ismi bularning. Anisi boshildi. Qaqini bizning noma'lum mehmonimiz marhamat. Boshlanmasdan Tursunayning ko'zlariga yosh kelib ketdi buna. Ha. Ko'rib boqsam bo'lamdi. Bomamdan ko'rib boqsa, mana bek ochiq yomonmi bo'lning. Uni mayda odat ko'rsatadiganqa. Men bunda yandan ko'rib boqaylik. Voy! Ko'rib boqaya. Voy, jiddiylik borman. Bir chavak beraylik-chu, Tursunay ishina. Ko'rdingizmi? Tiq pardan ochmidi? Midraydi. Midrab. Ay, canlı qo'yganki midraydi hamda. Ha. Ha bu iç bir bulanda başlıq. Pek açıq yaman bu başlıqla. Men yo'q, ko'rib boqaya daha bir qitim. Ko'ramadim. Köydek. Yo'q, rost ko'ramadim. O nima ishi demakdi o? Hay bir daqlayli, bir sinab baqayli. Dehshat yo'qanma demaymiz, ismini nimaligini bilmaymiz hozir ha. Dehshat yo'qan. Am dehshat yo'qanma emas, normal. Bunda qilayli. Bugun bir sinab baqayli Tursunay. Ma'qulmi? Bir g'ayrat qilib baqayli ya. Ha, ma'qulmi? Amsa. Peşindeyini qartib Beshini oyoq qartib qo'yg'iz bo'lamdi. Ha, bo'ldi biz bir qitim mushu Tursunay uchun, Tursunayning o'zini yengish uchun astol endi atrab qartib. Ishoningmi? Beshini u yoqqa bu yoqqa burashlam. Ha, bo'ldi. Ashu. Ha. Ha. Qarmaylam bo'lmasa. Uch. Ikki. Ha. Ha, ishtim bo'lmaydi, ishtamaydi. Ishtamaydi. U mendan qo'rqaydi deb o'ylaylik. Yana bir shuni yoqqa tortib, yana almashtiraylik. Bugun boshqa shu ekranga ko'rmanlar. Boshni u yoqqa bu yoqqa burab, lam tugaydi, kursam program tugaydi. Sal turib xayr xo'sh deymiz. Ha. Yaxshi. Ha. Ha. Tursunay. Ya bunda barmoq bilan tutqilmaydi, kappidan qo'limiz bilan tutaylik. Hech nimaydi, jayo, hech nim qilmaydi. Men madad beray, men va'da beray, hech nim qilmaydi, rost Tursunay. Ha? Kilayli ha? Qolmichi? Ha, beshini yana o'raylik. Ha, yana bir qitim. Madad beraylik. Men ich bilib turaman sizni. Ha, bu cho'tayoq. Qo'ying, nima qildingiz shuni qilmay Tursunay siz uchun. Sizlar oldigan ishingiz bo'lsa. Ha. Ha. Siz qo'lingizni yaqinroq akab turaylik, Tursunayga biz yordamlashmasak bo'lmaydi ekan. Ismingiz? Olimjon, ha? Olimjon. Ha, tuting. Tursunay asqaldi. Bir shidab bilan mana ichib tayyor qildim qani ha. Jayo, ha. Tutun, qat'iy ansirmang. Tursunay. Hech nima bo'lmaydi. Ha, yaxshi. Rost. Nim dedinglar? Ha. Voycha. Ha, bir eng qimmat bo'lgan aslida terisini o'ngshaysa shundami? Liderlar va'da mushun tutib, qarshi tarafga yetkazsangiz, Meyboshi ter boshqarish markazining eng qimmat bo'lgan bir uskunsida teringizni o'ngshab qo'ydik ekan. Meninkini qo'shib. Men bunchalik madad berishim osonmi meni? Chaqchaqa. Vaqtda tutsam bo'lamdi.
Quloqdan tutib, nədələ tutsanız sıqılıb məyli, közdən tutsanız məyli. Medirma. Quluqu bək ağrıb gedəmi? Medirma. Ağrımaydı, hə? Ay. Medirma. Midirmaydı, xatırcam bunu. Bu biloptu qoqunumni. Ya bilmedi. Oy. Ya. Kulağınızda çıkarın. Alımcan bu. Ah, Tursunay. Oy. Oh. Nefes git bağan, ha? Talep git bağan. Qarang, başdil tutsiz, başdil bersiz. Faqatla ikki bosqich, ikki harakat bilan tugaydi. Tutsiz, bersiz. Bulamda Tursunay, ya? Ma'qulmi? Ha. Yaxshi. Başdil musherni tuta. Biz itillab qo'ysa deydi. Tillab qo'ysa bo'g'day deydi, tillisin deydi. Ay, maaş avşda deyiliriz, maaşını bermeyimiz deb. Maaşınızı bermeysiz. Maaş göz aldığınız kelsin. Oylab beqina payzi tamoqlarni yeyemeysiz, maaşınız olmasa. Yılıq alıman alamaysız. Oca. Yaxshi. Ha, alacağım. Medirma. Yiqiraq aka beraylik bo'ldi ya, bo'pti. Bugun sizga bir Ay, ma tushini ichimchi. Ocha, Alimjon tutun. Yiqiraq aka tutun. Ha. Voy, mana. Men ko'rmadim. Tutunuzmi? Ko'rmadim. Ma qo'yibotman. Ha bo'ldi, siz menga sevgan. Ha. Alimjon bulim. Voy, qo'rqmam sizni. Voy, bu o'tmaydi oyap. Bo'ldi, o'tdi. Ha, bo'ldi. Voy, to'xtam. Ha. Çabuk! Hemen işlafat dirasa keynime montup gittim. Qanchalik testda uch bosqich kelganimizni bilmaysiz siz. Nimadir sizningcha? Ya o'ylab beqing, faraz qilib beqing. Bek testda tutdi. Siz nimadan qo'rqaysiz? Eng qo'rqaydiganingiz shumikin deyman. Qarang, Tursunay shunchalik qo'rqib yig'lab turib tutdi. Ma tariximizda, So'da Chember kelish tariximizda ishlayotgan vaqt soni eng jiq, eng uzun. Ha, bu. Ha, Alimjon, lay. Ha. Yo'q. Chashqamiz. Ha. Yo'g'on bir eshak. Qo'shib ketdi. Toshqandan qo'rqmaydi ekanda. Chavak! Oyey. Kilanglar. Uchar Toshqan gruppasi diklar oxiri tamomlab, g'alaba qilib, oxirgi natijani qo'lga keltirdinglar. Bir javob beraylik, hammamiz rostay oson emas. Men pek ansirgancha, men shu quluqini tutishni agar jur'at qilolmagan bo'lsam, men o'yin davomlashmaydi. Agar siz tutib Alimjonga yetkazib bermagan bo'lsangiz, u keyingi bosqichni keyingi rad tartibi hech qilolmaydi. Dehshat talabdi, Tursunay rasmiy. Asanma Tursunayga ko'z yeshi qildi. Ya qo'rqib yesam ochdan boqib. Mana endi tushuntirish beribsiz. Qo'rqib yig'lab ketdim deb. Ha, endi bir hissiyotingizni anglab boqay. O'zim titrayaptim ben. Beshi qo'rqayman. Bunda itmiş narsalarni ko'rsam, bu bo'ldi. Yo'q, men mashinaning ustiga chiqdim ashta yermish. Ha. Biroqli voz kechay deb o'ylab baqdingizmi? Ocham qaryapti. Ha, Mikray xonim qandingizmi? Qandaq bir uchur keldi ko'zdan. Ba'zan axloqdilqi, masalan, bir ishni qilolmagan ahvol aslida ajam bizni yaxshi bo'lsin deb, lekin qo'pol holatda bizga bir tarbiya beradi-ku biz. Lekin tarbiyasi to'g'ri. Biz ashuni qabul qilib yaxshi qila olamiz qilgandan keyin. Men ashuni ko'nib ketibdim ajamdan ashunisiga. Shuna chiroyi qarablam bo'ldi, men tutmasam qat'iy bo'lmoqdayli deb. Endi bir jihatdan buni qo'rqash desak bo'lmaydi, bir hurmatda o'zingiz nimani xulosadingiz, Alimjon? Men endi shu narsani o'ylab olsam bek qo'rqib ketganman. Undan diqqatim chachay, miyada
qo'rqishdan bek ash narsani tez suratda ham bir odamga yetkazib berishim ash qanda tutsa yaxshi ola oladi degan narsani o'ylasam menda kallam chechildi ekan deb o'ylagan keyin to'shqan chiqqanda birdan beqab andan beray degan yaxshi vaqt munosabati bilan berdim yaxshi yaraydi xo'p Başta o'ylagandim men sizlarga chashqanmikin deb ekanman, qarsam to'shqan ekan. Ya'ujub haypa. endi hammanglarda bir yilqi kollektivchanlik ro'yi bor ekan-ku. Sizningcha endi bu kollektivchanlik ruh sizlarda qanday paydo bo'ldi? Hammanglarda shu narsa bor ekan, men bek suyundim-ku. Mayli programmamiz boshlab har bir guruhninki ifodasini biz shuni his qildik-ku. Sizlar 4-guruhdagi mayirlar. Hammanglarda shu ruh bor ekan. Buni qanday yetildirgansizlar? Niye her qanday odamda bormikin deyman-ku. Boshqalar deydigan do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi deb. Lekin onda musobaqalar kelgan vaqtida hammamiz unda do'stlik birinchi ham musobaqani birinchi deb qarayman. To'g'ri, eng muhimi do'stlikqa. Sizlarga hammanglarda bu ruh bor ekan. Bek suyundim. Yaraysizlar. Xo'p, chaqchashqanlar. Rahmat sizlarga. Qani, marhamat. Ekranlardagi qadrli ko'rmalar ko'rayotganlar Saudi Chamberik programmasi. Mana bizning 4 guruhdagi mahirlarimiz hammasi birinchi bosqichdagi birinchi o'yin turimizni tamomlab bo'ldi. Ishpanlar haqiqatan bek yaxshi bo'ldi. Sizlarning boshqaruvchilar, sizlarga bergan bahosi haqiqatan intan yuqur bo'ldi. Yaraysizlar, sizlardan bek suyundik. Menimcha Nurmat ma'lum bilan Bambuk ma'lum ikisimi men o'xshash hissiyotda hayajonlanayotgan bo'lishi mumkin. Nurmat ma'lum qanaroq bo'ldi? Eng og'ir gruppa Tursunay to'shqandan nemish qo'rqadiganligini men hozir bilmayapman. Hammadan qo'rqaydi ekan, to'shqanlar emasga, ha. Menda hozir bu narsadan biz nimani bila olmaymiz desanglar, men hozir Tursunay to'shqandan har qanday narsadan qo'rqaydi ekan. Olimjon oldi bilan nimaning kelayotganligini bilmay Tursunay qarab qo'rqib ketdi. Ham biz bundan nimani bila olmaymiz desanglar, biz har qanday bir ish tutgan bizning pozitsiyamiz, ko'z qarashimiz, bizning natijamiz belgilab berdi. Biz nima deb qarab olsak shu. Qiyinchilik desek qiyinchilik, azob desek azob, xushallik desek xushallik. Emnet keyin to'shqanligini bilgandan keyin Olimjon o'zimi qo'rqmaydigan bo'lib ketdi. Demak, nurg'un masalalar nereden kelib chiqadi desanglar, ichki dunyamizdagi o'y fikrdan kelib chiqadi. Biz nima deb o'ylab olsak biz shu. Keyin to'shqanni ko'rib qo'rqmaydigan bo'lib ketdi. Shu nurg'unlagan shu hayot ko'p vaqtlarda biz qanday qilmaysanlar, bunda chambarakning ichiga kirib olamiz, ramkaning ichiga kirib olamiz. Nurg'un narsalarga o'zimiz aniqlik berib olamiz. Shuninglar masalalar kelib chiqadi. Amniyat masala yo'qdi. Shu hozir qadar men o'yindan biz shunga o'zimizga aniqlik berib olmaslikning naqadar muhimligini shuni bir tavsiya qilib keldi. Rahmat. To'g'ri, savdoda ham shundoq, ha, tijoratda ham shundoq. Rahmat. Bambuk ma'lum endi bugungi bizning shu mayirlarning ishbasi haqiqatanmi oldingi sondagi mayirlarga nisbatan yaxshi bo'ldi. Endi bu nimadan derak berdi desam, mening shaxsiy ko'z qarashim tayyorlikning yaxshi bo'lishidan, ideyadagi tayyorlikning yaxshi bo'lishidanmi yoki boshqa bir sabablarmi bormi sizningcha? Amaliyotda odamning taraqqiyoti ikki narsalar bilan bo'ladi. Birinchisi nima degan vaqtda qo'rqinchni yengish deymiz. Ikkinchisi shu deganda eng zerikishni qayta qilish deymiz. Amaliyotda odamning qo'rqinchni yengdiradigan qo'rqinchni eng yo'qotadigan narsa nima deganda shu qo'rqinchning o'zi. Nimishqa deganda biz har bir qatim qo'rqinchni yengan vaqtida bizda bir salohiyat paydo bo'ldi. Demak, bizning hayotimiz shu qo'rqinchni yengish bilan taraqqiyot qiladigan gap. Ikkinchi eng zerikishni qayta qilish deymiz. Uni menimcha deyishning hojati yo'q. Eng oddiy narsalarni to'xtamay qayta qilaversak biz shunning ustiga aylanamiz degan gap. Shunga bugungi mayirlarningki mushu narsalarni o'rganib olganligiga o'ziga o'zi rahmat aytishni umid qilaman. Rahmat. Ekranlardagi qadrli ko'rmalar ko'rayotganinglar Saudi Chamberiki programmasi. Ekranlardagi qadrli ko'rmalar ko'rayotganinglar Saudi Chamberiki programmasi. Mana bizning mayirlarimiz yana bir o'yinimizga tayyorlanib bo'ldi. Bu ishki Azmat mana bu og'amchini mushtaq ching tutib turadi, ko'rib turasizlar shaklni. Endi bizning mahirlarimiz hozir ikki guruhga bo'lindi. Bu guruhdagilar birinchi guruhdagi mahirlar, bular bo'lsa ikkinchi guruhdagi mahirlar. Endi bizning mahirlarimiz mana mushu orliqdan o'tadi. O'tish jarayonida bu ikki Azmat balkim bu og'amchini tatilishi mumkin. Mush tatilish qichi bo'lgan orliqda o'tib kelsa, vanglik qilib o'tib kelsa talaylik bo'ladi, ham numurga erisha oladi. Agar o'tish jarayonida tatilib qolsa, qanday qilsizlar? Qisilib qolsizlar degan gap.
Şunun üçün bunun da hem inkaz sınıldı, hem süret sınıldı. Bulamda çokum şaş turmusanlar bulmaydı. Onun için silahımı bizden mahirlarının bir xatarligiga diqqat qilgan ahvol ostida tartishinglarni umid qilma. Mana bizning mahirlarimiz taxib bo'ldi. Sizlarni urg'utadigan bir xo'sh xabar bor. Qaysi guruhida mana mushu bo'shliqdan o'tib ketadigan mahirimizning soni jiq bo'lsa, shu guruhiga 30 ming yuan naqd 30 ming yuan naqd pul bor dedim sizlarga, mahirlarga, sizlarga bu. Agarda hech kim o'tamay qolsa, sizlarning to'sqinlik qilishinglar bilan hech qanday mahir o'tamay qolsa, har biringlarga 10 ming yuandan naqd pul. Bulamda mana bu mukofot haqiqatan bek yaxshi tamoman bo'ldi. Endi biz ma o'yinlarningki qiyinlik darajasini sinab bo'lgandan keyin undan keyin ekraniga olib chiqamiz. Undan boshqa bizning mahirlarimiz hammasi sinab baxti. Shunlashqa ekran oldidagi kichik do'stlar, agar bizning programmamizni ko'rib qolsanglar, qalaymiqan qarg'ulachilar buni o'rgansanglar bo'lmaydi. Jumla cho'qim cho'nglarning yetaklashida ota-onalar birga bo'lsa, undan keyin bu o'yinni o'ynasanglar bo'ladi. Ma'qulmi? Do'rashqa bo'lmaydi. Amsa boshlab ketdik. 3 2 1 boshlandi. Mana 30 ming. 30 ming. Agar o'tamay qolsa, voyay. Az qolgandi. Bizning qizlarmi bir-biridan inkos tezjumi hozir bek yaxshi bo'ldi ha. Gerçekten o'tamagan bo'lsangizmi? Ha, Tursunayning shpazini ko'raylik. Tursunay o'tib ketarlarmi? Tursunay o'tamas mumkin. Oshtoqda bir o'tib qo'rqitdi bizni. Voy! Az qolgandi-ya, mana 30 mingdan yiroqlashyapsizlar. 10 mingga yaqinlashyapsizlar. Ha bo'pti. Voy! Diqqat qilmagan vaqtida o'tib ketay degandi. Yaxshi. Chavan. O'tkul bo'ladi ekan, men faqat o'tkul bo'lmamdi ekan deb o'ylagandim, juma zodi qig'il bo'lmaydigan ish yo'q. Az qolgandi. Ash bir put. Lekin yaxshi-ya, yaxshi. Boshlaylik. Yaxshi. Dehşet tez cumuğa. Şıkınlar ötüp ketdinglar. Endi sizlardan 3 adam o'tmasa, sizlarning grupidan agar 3 adam o'tamay qolsa, 30 ming o'ng tarafdagi bu qaltislarning bo'ladi. Bisim sal eg'ir bu odam nima? Bisim bo'lmasa harakatlantirgich kuch olmaydi, shunlashqa tirishimiz. Amsa navbatlar keldi. Oldingi guruhdagi mahirlarning tajriba saboqlarini yakunladinglar shundaqmi? Amsa boshlab kessak bo'ladi, başladık. Hazır inkaz şuna tezcüme hareketinlarım tez bo'ladi, yaxshi endi. Ikkinchi mayriq keldi. Hazır o'yladim, qanday qilsam o'tib ketaman deb. Men ko'zimning quyrug'ida qarab boqaychi. Hazır ikkinlarning bu inkazinglar bek tezlashib ketdi, juma bag'an siri. Endi uchinglar qoldi-ya, umid. Agar uchinglar hammanglar o'tib ketib qolsanglar, o çağda 30 ming sizlarning bo'ldi. Agar ikkinglar o'tib qolsanglar, natijanglar o'xshash bo'lib, har bir guruhga 15 ming yuandan naqd pul tegadi degan gap. Qani bizning Meyboshidagi Meyboshlar. Bir aldab qo'ygan bularni bo'lsa. Ha? Aldanmaydi-ku deydi. Rahmat chapatat do'st. Endi eng oxirgi ishga mayr qoldi. Ay, egizliga o'xshash olsun. Ha. Bir puta, aha. Ha, am bo'ldi, ha. Akilom bir
bu bek aqlliqga ikkisini diqqat qilgan vaqtidan foydalanib vimli qilib o'tib oldi. Yaxshi bir javob beraylik o'zimiz uchun. Rahmat. Ekrandagi ko'rmanlarimiz bu menga o'xshash hissiyotda bo'lishi mumkin deb o'yladim. Bu o'yin boshlanibla men hech kimni o'tamandikin deb o'ylagandim. Lekin haqiqatan bu sizlar men o'ylagandimmi bek qaldisizlar. 10 mayrimizning ichida uchunglar g'albilik o'tib oldinglar. Ma u ham o'zgacha qiziqarli bir o'yinki. Adamning inkosini sinaydigancha. Hozir bu yerdan o'tib ketganlik qarasak, ular qanday o'tib ketdi desanglar, bular o'zining dunyosidan turyapmidi. Men bunda qanday o'tib ketaman demidi. Bu ikki o'g'il bolaning inkosiga qaysi nimani tafakkur qilyapti, ma'nosiga qaradi. Odatda bu o'zimizning dunyosida turolmay, iste'molchilarning dunyosiga kirishimiz kerak. Ular zaten nima o'ylayapti? Kishilik munosabatmi dal mana shunga o'xshash. Boshqa bilan munosabat qilgan vaqtimizda qarshi tarafning dunyosiga kirishimiz kerak. Ma boshqa o'tamaganlar asosan menda qilayman, anda qilayman deb o'zini o'yladi. To'g'ri. Qarshi taraf har shikli tarafni o'ylagan vaqtida o'tib ketish mumkinchiligi intayin cho'ng yo'laydi. Shu kishilik munosabatda har shikli taraflarni o'ylashib, mush kishilik munosabatlarni bir taraf qilishingni chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Mihray endi bizga shu Meybosh ter boshqarish markazininki mulozimat turlari haqida bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bizning Meybosh Pifuguanli Jongshin endi asosiy abaydan o'tdim. Bizningki ilg'or texnikamiz va asboblarimiz bilan biz boshqalardan ustunlikda turamiz deb. Bizningki shu xizmatdoshlarimiz, shu past o'ltagan 12 xodimimiz bo'lsin. Endi hammasi mening o'zimning atrofidagi men necha yildan kuzatgan nayt o'zim e'tirof qilgan nayt talantli o'zim his qilgan talantli egalari 20 yilga asosan tarbiyalash ilib bordik. Oldi bilan shu til jihatda tarbiyalashga nayt e'tibor berdik. Uningdan keyin kasbiy jihatda bizning kasbiy jihatda endi o'zininki ortiqchiligi ham o'zininki qiziqishi asosida cho'ng turlardan endi shu asboblar bilan uçan şoşu deb qo'yamiz. Asboblar bilan teri chingitish, anandikin dağ yo'qotish, mavu qo'riq yo'qotish degandek anandikin bu ayollarniki, ko'z atrofidagi bir xilqi masalalarini hal qilish orqali endi bizningki hamma odam shu pichoq tekkizib operatsiya qilishni qabul qilib keta olishini natayin. To'g'ri. Lekin shu hozir bizningki taraqqiyotga asosan bizning asboblarimiz yangi ilg'or. Shunlashqa biz asboblar orqali shu operatsiya qilishdan qo'rqaydigan ya bo'lmasa qabul qilolmaydigan shu hadlarimizga ham o'zimizningki ayol qarindoshlarimizga shu nayt bexatar bo'lgan, andan keyin nayt ilg'or bo'lgan bir davolash turini olib keldik. Undan boshqa yana aqatish, guanzni deb qo'yamiz. Andan keyin mau hammamiz go'zallik e'tibor beramiz emasmi? To'g'ri. Man, andan keyin tatu, so'gal, andan keyin shu dog' kundalik degandek narsalarga biz alohida e'tibor berib hammasini pichoq tekkizmaydigan ham dori ishlatmaydigan sirtidan ilg'or asboblar bilan davolash turlarini yo'l qo'ydik. Ashlarni asos qilgan asosda shunga Meybosh Pifuguanli Jongshinni qurdik. Bak yaxshi bo'pti. Terida har qanday masala bo'lsa Meybosh ter boshqarish markazini izlasa tamoman bo'ldi. Mana shunday ishonchli bo'lgan, sifatli bo'lgan, kasbiy bo'lgan Meyboshdan iborat ter boshqarish markaziga berib, o'zimizning terimizni topshirib bersak tamoman bo'ladi ekan. Bu javobga erishdim. Rahmat sizlarga, har millat qarindoshlarimizning sog'lomligi uchun, shundaqla go'zallik uchun ko'rsatgan to'kpanlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga, rahmat. Programmamizning bir yorqin nuqtasi bor. Ya'ni endi Meybosh ter boshqarish markazi jamiyat uchun cho'qim yaxshi ish qilishni o'ylaydi deb ishonchim bor. Birdan biz yangi qurilganligimiz uchun bizning texi hammasi bilib bo'lishi notayin. Biz tirishyapmiz. Andan keyin yana shu yordamga kerak yoki bo'lmasa shu teri asrash to'g'risida yaxshi huquqiga ega bo'lmagan kishilarimiz, bizga o'xshash tartibiyotgan, to'kpa qo'shayotgan kishilarimiz uchun biz shu doktorxonamiz qurilgandan boshlabla har bir oyda
Her qanday fəaliyyət var, bayram var, şundaqmı? Biz hər qaysı idare organlarına berib 300 minlik kartlarımızı bədik. Setib aldığan nəsləmi var, siz özünüz işlətələydiğan nəsləmi var, məsələn kütünələydiğan nəsləmi var ki, məşu aşı kartını əkəb aşağıda qandalı kütünü alsanız buluyordu. Yani şundaqla biz davamlıq hər ayda müştə fəaliyyətdən əp barımız. Yəni davamlıq tərəqqi qılımız, davamlıq alğı ilgirləyimiz, yaxşı nəticələrini qolğa keltirgəndən keyin bizning fəaliyyətlərimiz texmi ilgirləydi. Ey rahmat. Her bir bayramda bir faaliyet var, şundaqmı? Meyboshi teri boshqarish markazi faaliyetini unutib qolmaydi, ham üzüldürüp qo'ymaydi. Shundaqmi? Albatta, sizlarning bundan keyin bundaq yaxshi ishlarni davomli ko'plab qila oladiganliginglarga biz ham ishonamiz. Chunki jamiyatni ilib, jamiyatga qaytarish hammamizning majburiyati, hammamizning mas'uliyati. Bu fursatdan foydalanib Meyboshi teri boshqarish markazidagi har bir dostumuzga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga, rahmat. Shundaqla bu sam programmamiz qatnashgan Meyboshi teri boshqarish markazidagi rahbarlarga, bizning eng qaltis xizmatchilarimizga, do'stlarimizga, shundaqla hurmat to'rimizdan o'rin olgan ustozlarimizga yana bir qatam minnatdorligimizni bildiramiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, So'di shanbalik programmamiz mushada oyoqlashaldi turmoqda. Bu sam programmamiz qatnashgan Xinjiang Meyboshi teri boshqarish markazidagi rahbarlarga, do'stlarga, shundaqla bizning eng qaltis, eng iqtidorli, tirishchan